Assalamu alaikum qarindoshlar. Hammalarning mush vaqtinlar xayrli bo'lsin. Video boshlandi deb o'ylayman. Hammalarga yana bir qitim salom olsun qarindoshlar va hammalarning mush vaqtinlar xayrli bo'lsin. Men yana qisqa bir aradan keyin qarindoshlar bilan yuz ko'rish uchun yana ekranga chiqdim. Bugun qarindoshlar mushu xalqaro munosabatlar nuqtasidan men bizning muhojiratimizda Sharq Turkiston masalasi to'g'riliq yoki xalqaro masalalar to'g'riliq bo'linayotgan gap so'zlar, ya'ni farazlar yoki bo'lmasa eslar deyli, gap qarata bir ko'z qarashimni degash xalqaro munosabatlar nuqtasidan nima uchun Sharq Turkistonliklarga bir fursat keladi deymiz. Mushu nuqtani bir o'rtoqlashmoqchi qarindoshlar bilan. Endi bizning muhojiratda hammaylar burun siyosatga yaqin kelmaydigan qo'shtirnoqlar endi. Ziyolilar qo'shtirnoqni yopdim. Udul hammasi yugurib siyosun bo'lgandan tortib bir qanchaylar eng avval Sharq Turkistonliklarga bir fursat keladi va Sharq Turkiston masalasi qurolliq hal bo'ladi degan vaqtimizda nurg'unlar cho'chib ketgan. Va keyin bu gap shunchalik yaxshi singdiki, azroq quloq mo'llalari demdi tarafdan kelib buni hozir hammalar ishiltirgan bo'ldi, ya'ni bizning ziyolilar yoki diplomliklar. Undaqda Sharq Turkiston masalasi to'g'riliq so'zlanayotgan bizning muhojiratda deyilayotgan gap so'zlar yoki bo'lmasa o'tirib qo'yilayotgan nuqtalar qanchalik ilmiy, qanchalik hissiy degan shaklda qaragan vaqtimizda bir qancha odamdan boshqa asosan yezilayotgan yoki tasavvur qilinayotgan narsalarning hammasi hissiy. Hissiy degan bunday hayajonlanib so'zlasa hissiy, hayajonlanmay so'zlasa ilmiy bo'lmaydi. Hissiy degan narsa ilmiy, nazariy asosi bo'lmagan narsani hissiy deymiz. Mayli hayajonlanib so'zlamda, eg'ir besi so'zlamda hissiy bo'laverdi. Shuna bizning bir qancha 3 ta misol beray yani. Birinchisi, bundan bir qancha yillar burun bizning tadqiqotchilarimizdan bir qanchasi kishilik huquq, egilik huquqdan ustun deb kirishib qolgan. Ya'ni bu endi ichiga bekcha kirishning hojati yo'q, faqat astronomiya talash tortish qilmay deb chiqib, yer shari yumaloq emas, yapaloq degandeklar gap. Shuning uchun bunga kirmayman. Anatki yana bir misoli indigenous people bo'lishning mustaqillik ta'siri olmaydi degan qarash. Bumi ya'ni men qarqo'saq degan gap bu. Andaki uchinchisi, ama yaqinda moda bo'layotgan yana bir gap bor. Amerika Xitoy bilan urush qilmasdan ticaret cihetten Xitoyni ojizlatib yiqitsa bu foydali bo'ladi degan gap. Bu mu amaliyotda urushning nimaligini bilmaydigan sohadan xabarsiz deyli chiroyligi yoki qattiqrog'i qora qo'saqlikdan boshqa narsa emas. Chunki ikki davlat o'rtasida chiqadigan urush ikki odam o'rtasida chiqadigan urushga o'xshamaydi. İki adam o'rtasida chiqadigan so'qashda berib siz kalladan birini atqicha o'tirib so'zlashib yo boshqacha orqadan g'iybat qilib degandek joylasam olmamdi deyish mumkin. Ammo ikki davlat o'rtasida chiqadigan urush degan shu diplomatiya, krizis, ya'ni krizislar deganimiz iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, kultur jihatdan, xalqaro sahnada deyli her taraftan yolg'iz qoldirib qarshi tarafni ojizlatishlarning hech qaysi ishlamaganda eng oxirsida bo'ladigan yoki eng oxirsida qo'llanadigan bir vosita urush. Shuning uchun Amerika Xitoy bilan urush qilmay tijorat jihatdan, iqtisodiy jihatdan ularni yiqitgani yaxshi degan bu mu amaliyotda bir qarqo'saqlikdan boshqa narsa emas. Chunki urush shu iqtisodiy jihatdan berilgan zarbalar ishlamaganda bo'lgan narsa. En ahir çıkıdı. Bunu mayli texmi tafsili kirmay, yani bizning şu muhojiratda hammanglarning bu hamda normal xalqqa birim demaymiz, mayli erkinligi, lekin
ziyoli atalgan ya diplomalık atalganlarning bunda özü bilmeydiğin saha doğrusida bunda qalaymuqan sözleşleri xalqning qaymoqishini keltirib chiqardi. Çünkü bizde haddini bilish yo'q bizning millatda. Had degan bilimiz chegara degan gap ku, hudud. Chegarasini, sahasini bilish yo'q bizde. Bizde fizikçimi siyasiyon, ilipbecimi siyasiyon, eminime siyasiyon. Undaqda qarindoshlar, birinchi narsa bir narsaning ügünüş qanday bo'ladi, bir sahani ügünüş qanday bo'ladi. Bizda o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydigan diplomalıklar to'pi bo'lg'ashqa bu narsalarni so'zlashga majbur qoldim men. Bir narsani ügünüşning bosqichi shu bo'ladi. Nima o'rgansangiz o'rganing. İctimai pay o'rganamsiz, tabiiy pay o'rganamsiz, doktorlik o'qamsiz, yoki kompyuter o'qamsiz, yog'ochchilik o'qamsiz, remotchilik o'qamsiz, nima o'qisangiz o'qing, shu bosqichlarni boshdan o'tkazsiz. Birinchisi shu sohaning qisqacha tarixi bilan tanishsiz. İkincisi terminologiya o'rgansiz. Terminologiya degan inglizcha terminology deydi, bunu Uyg'urcha terminologiya deydi, ya'ni uqumlar. Shu degan nima, bu degan nima. Bu kompyuter o'qisangiz bu o'xshash. Uni o'rganib bo'lgandan keyin, terminologiya o'rganib bo'lgandan keyin nazariya yoki bunda texnikal narsalarni kesib o'rganayotgan bo'lsangiz, prinsip bo'ladi bu, yoki bilim, ya fizik, ximiya, biologiya, xalqaro munosabatlar o'qiyotgan bo'lsangiz, nazariya bo'ladi. Buni o'rgansiz, terminologiyadan keyin nazariya yoki prinsip o'rgansiz. Buni o'rganib bo'lgandan keyin metodologiya o'rganasiz. Bu inglizcha gapni Abdulla Abdu Uyg'urcha, ya'ni methodology. Bu nima? Metod. Analiz metodunu o'rganasiz. Bunun keynidan bularni o'rganib bo'lgandan keyin qisqacha tarixini, terminologiyasini, nazariyasini, metodologiyasini o'rganib bo'lgandan keyin sohaga tushib, ya tadqiq qilasiz, ya xizmat qilasiz. Undan keyin jiqqan tajribangiz bilan shu sohada qanchalik qimmatingiz va qanchalik cho'nqurligingiz va bu tajriba bilan bo'ladi. Shuning uchun bizda mustaqillik egizpas aluchoq so'zlashning sababi o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaslikdan. Buning sababi yoki misoli xalqaro munosabatlarning terminologiyasini bilamdi bizning qarindoshlar. Nazariyalarini bilamdi, metodologiyalarini bilamdi. Hech nima bilmaydi, ya'ni saqalliq Jalolning degandek nadonlik bek go'zal narsa, amini bilsa deydi-ku. Shuning uchun bizda mushtaq asosiy jihatdan to'g'ri bekatlarda yoki sotsial mediada yozilayotgan, so'zlanayotgan siyoset to'g'riliq yoki xalqaro munosabatlar to'g'riliq bizda so'zlanayotgan narsaning 95% asosan axlat. Buni kesib aytalayman. Ama bu yerda bir honorable mention deydi inglizcha. Yani hozir sanig'iga kirmaydigan bir qism shaxslar va bir qism shaxslarning yozmalari bor. Bizda samon bilan don aralashib ketgachga, bu da suzadigan narsa bo'lmag'achqa bu bek qalayimqon qilyapti. Shunga men bir qancha honorable mention dey. Masalan, birinchisi shu Facebookda Xon Tangriddin Nazar ismida yozilayotgan yozmalar boshqa yozmalarga o'xshamaydi. Facebook yozmalariga o'xshamaydi. Xulosalari u yozuvchining o'ziga oid bo'ladi, chiqargan xulosalari, ammo u yerga qo'shilish yoki qo'shilmaslik o'qirmanning o'zining ishi. Ammo analiz jarayoni, andiki nazariyalarni, xalqaro munosabatlardagi nazariyalarni tonishtirishlari deganlarga qaraganda nurg'un bilim berdi. Shunga men Xon Tangriddin Nazar degan ismda yozayotgan qarinishimizning sahifasini tavsiya qilaman. Yani xalqaro munosabatlarda qanday analiz qilindi degan narsaga qiziqadiganlarni shu sahifani tavsiya qilman qarindoshlar. Chunki unda ras ilmiy asos va oyat yozilayotgan yozmalardir. Bu bir honorable mention hamdi. Uningdagi yana birisi bu nimaning Türkiye'deki Meryem Sultan Hanım'ın ben bir Çağatay tili to'g'risidagi videosini chiqarib qo'ydim. Yani bizde nurg'un adamlar cüret qilolmaydigan nurg'un narsalarni so'zlabdi. Buni tafsiliy ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Men jiq nuqtalarda chaliyalarimni to'liqlagan bo'ldim. Uningdagi men his qilmagan ba'zi bir nuqtalarni his qilgan bo'ldim. Bo'libmi eng muhim o'rgangan narsam shu videosini ko'rgandan keyin shu Çağatay tili degan ismning xatoligi. Aslida biz uni Çağatay tili ya Çağatay yeziq emas, balki sharq turkchisi deb atashimiz kerakligi.
to'g'risidagi narsa mana haqiqatan bir men o'rgangan bir muhim nuqta bo'ldi. Ya'ni bundan keyin men agarda yozsam yoki so'zlasam, sharh turkchisi deb ishiltiman. Sharh turkchisi deb ishlatgan vaqtimda shu atalmış sözde Çağatay tilini davatıdı deb o'ylasanglar bo'ldi qarindoshlar. Şuna mana shundoq oz sonda o'zining nim davatini biladigan, o'zining sohasi to'g'ri sohasiga cho'kkan odamlarni yo'q emas bor. Şuna bular honorable mention qatorida buni sanab o'tay. Endi kelayli biz Uyg'urlar yoki Sharq Turkistonliklar oldimizda bir fursat keladi devatimiz. Buni bir qanchaylan boshlagan to'q, hozir hammaylar buni yes qildi ya yes qismi tushunmasimi buni hammaylar so'zlaydigan bo'ldi. Undaqda xalqaro munosabatlarning nazariyalari bo'yicha bizga keladigan fursat nima? Nima bu rasmi? Ya'ni fursat keldi devatimiz, undan so'ng fursat nima? Men bugun mushu to'g'risida to'xtalmoqchi. Ve bizden qarindoshlarning bu fursatni Sharq Turkistonliklar tutalamdı, tutamamdı. Yani hozirqidan bakrak silkinish kerak deb qarayman. Ama men o'zimga tushgan majburiyatni ado qilish uchun bugungi narsani so'zlash qaroriga keldim. Oldi bilan burun Graham Allison degan bir odamning bir Xitoy bilan Amerika o'rtasida mavjud kuchga yuksalayotgan kuchning raqobat e'lon qilish to'g'risida bir programma qilgandik. Fursat va g'aflat degan mavzuda bidoylar ekranda. Buni ko'rgan qarindoshlar bo'lsa, balkim esiga ola oladi. Shu yerda men shu nazariyasini tunishdi. Ya'ni boshqa nazariyalar bor, ammo asosiy men shuning bilan menishni to'g'ri ko'rman bugungi suhbatda. Shu yerda men 4 tane ehtimollik bor. Aşı nazariya bo'yicha bo'lganda degandim, ya'ni o'tgan 500 yillik tarixdagi misollarni berish orqali mushunday narsa chiqarib turdi. Endi bugun shu 4 tane ehtimollikdan, oldimizda chiqadigan ehtimollikdan bizga keladigan fursatning qanday keldigini, qanday qayerda qaysi tarafidan qanday oldimizga tushadiganligini analiz qilishga tirishaman. Endi qarindoshlar, Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi raqobat bu normal siyosiy kommentatorlar George Bush ayaga vardı, mamiyaga vardı, u onu dedi, bu bunu dedi degan şekilde obzor şeklinde manadır. Ama grand strategy, yani haritadagi umumiy strategiyani tadqiq qilgan odamlar uningga ancha qiziqmaydi. Faqat ishning mohiyatini tushungandan keyin u bo'layotgan u prezident u yagvadi, bu yagvadi, bu bunu dedi, so'zlashdi, qo'ral setpadi deganlar u faqat mohiyatni tushunganda bular faqat bir jarayon bosqichlari bo'ladi. Shuning uchun aktivistlar, siyosatchilar va strategiyachilarning ko'rish bulungi o'xshamaydi. Aktivistlar faqat oldidagi maxluqni ko'rdi. Ya'ni mana udul birinchi shaxs kamerasidan ko'rdi. Haddini bilmaganda aktivist mushu maxluq eng muhim masala deb qo'ydi. Ammo u bilmaydi-ki, siyosatchi mana bulung kamerasidan ko'rdi, ya'ni sal ustidan bulungdan. Shuning uchun siyosatchi u maxluqning keynidagi boshqa kelayotgan maxluqlarni ko'ra oladi. Uningdagi strategiyachi qush ko'zida ko'rdi, ya'ni xarita Google'ning xaritasiga qaraymiz-ku. Ashunga o'xshash qush ko'zida ko'rdi. U bu maxluqlar emas, uning keynidagi maxluqlarni emas. O maxluqlar chiqayotgan nimani, manbani ko'ra oladi. Shuning uchun haddini bilmaydigan aktivist men maxluqlar ilishyapman, amaliy ish qilyapman deb siyosatchiga yoki strategiyachiga shiltin atili qarshi chiqadi. Amaliyotda siyosatchi va strategiyachi u aktivistning ko'ginidan nechasi jiq maxluqlarni ko'ra oladi. Chunki ularning ko'rish bulungi o'xshamaydi. Shuning uchun Alison Graham ana shunday analizchi strategiyachilarning birisi. Shuna bugun mohiyatni so'zlashimiz. Tamam, mohiyatni, ishning ki nima ketayotganining mohiyatini.
Xitay u yerga vardı, onunla görüştü, bununla kıldı, Amerika man dedi, on dedi. Bu obzorçularning işi, bu mahiyetdeki grand level'deki nesler emas. Şuna, Graham Allison'ның men aldırıp ketim tunuştuğumdek, ötken 500 yılını tadqiq qilib, andan keyin chiqargan xulosasida oldimizdagi Amerika va Xitoyning o'rtasidagi raqobatda, sürkülüşte oldimizda 4 tane ihtimallik var. 4'ünün birisi bo'ladi degandekda. Bunun birincisi Amerika'nın Xitoyni birinci o'ringa o'tkazib etib, o'zi ikkinchi o'ringa tushishni qabul qilishi. Bunun ihtimali nəhayət tövən, çünki Amerika ikkinchi o'ringa tushsa, demak o 3-cü, 4-cü, 5-ci o'ringa tushib ketadi. Ya birinci o'rinda tursa, yoki tez suratda chekinish, tarish yuz berdi. Bunun en yaxshi misali Angliya. Angliya Amerikani oldiga o'tkazib etgandan keyin ikkinchi o'rinda turmadi. Sovet, Xitoy, Yapon bir muncha davlatlardan keyin yana 7-8-ci o'ringa tushib ketdi. Shuning uchun Amerikaning Xitoyni oldiga o'tkazib etishni qabul qilishi ancha reallikka uyg'un emas. İkinci xil ehtimallik. Amerikaning cho'kishi chiqadi nazariyadan, ama men Amerikaning cho'kishi demaydi, Amerikaning g'aflatga ketishi deydi. Ya'ni Amerikadan bir xato qaror ilish bilan Xitoyga qarshi raqobatda nihoyat ojizlab ketish ehtimoli bor. Bu xato qaror nima bo'lishi mumkin? Hozir bir misol berdisanglar, Iroqqa va Afg'onistonga patgandek, bu da Eronga petib qolish ehtimoli. Yani Irak'a mı, İsrail'in menfaati için kirgen Amerika, İran eğer İsrail'e bekerek tehdit şekillendirse, İran'a petip geliş ihtimali qanchalik. Eğer İran'a mı, ana şundak bir İran'a eğer bir hareket kıldık da, bu yerde 10 yıl ya 15 yıl Irak'ta, Afganistan'da patgandek petip kalsa, Xitoy bilan bu raqobatda Amerika'nın işi çatak. Şuna, hazırki vaziyette bulup bu Azerbaycan Qarabağ'ını qaytırıp ağandan keyin Ermeniyadan Zengizur koridoru deb hozir Naxchivan bilan nimani ulaydigan bir yo'l yasadı. Yo'l yasashni yasashga tirishyapti. Bununga Iran qarshi chiqdi. Chunki bu yo'l Turkiya bilan nimani Turkistonni yoki O'rta Osiyoni tutashtiradigan jon tomiri oldu. Shuning uchun Amerikaga hozir bir fursat keldi. Amerika İran'a petib qilishning o'rnida eğer Azerbaycan çevresinde İran bilen Azerbaycan o'rtasida bir urush chiqara olsa, o vaqtida Amerika mı İsrail'e mi yengen bo'ladi. Bu yerda Xitoy, Rossiya, Türkiye, Qatar, İran qatarlıqlarning shakllantirgan Amerika qarshi shakllantirgan bir strategik egirlikni tam o'rtasidan paramparcha qilyotdi. Çünkü Azerbaycan bilan İran urushi degan gap, Türkiye bilan İran urushi degan gap. Bu ikisi urushga kirdi degan gap, Xitoy, Rossiya, İran, Türkiye hamkorligi tugdi degan gap. Shuning uchun Amerikaning burun men İran'a petib qolsa, Xitoy o'ftirib qo'yish ehtimoli cho'ng'ib ketadi deb o'ylaydim, ammo hozir Amerika nuqtasidan qaraganda shunday yaxshi bir fursat chiqdi. Bu yerda agar bir to'qinish chiqara olsa, Azerbaycan bilan İran o'rtasida, o vaqtida Amerika bir petib qilishdan g'ashit qolmaydi. İsrail'in bexatarligi uchun İran'dan ensirishni g'ashit qolmaydi. Ama bu cho'qim bo'ldi deganlik emas. Bunun ihtimali, yani Amerika'nın İran'a petib qilish ihtimali nihoyat ozlab ketdi hozir demoqchiman. Shunga Amerika'nın cho'kishi yoki Amerika'nın g'aflatga petish ihtimoli mu tuvan. Endi 3-cü ihtimal, Amerika bilan Xitoy o'rtasida urush chiqishi ehtimoli. Bununla abiyamki yuqoridagi özünün imdat qilini bilmaydigan qarindoshlarning gapidan başlay. Yani Amerika Xitoy bilan urushmay tijorat jihatdan Xitoyni ajizlashtirsa, g'alaba qildi degan gapning yuqorida deganimdek biraz logikalik gap emas-ku. Chunki Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi urush chiqsa, zaten shu iqtisodiy ajizlashtirishlar ahmaganda, ishlamaganda chiqadi. Ama quruqlikda chiqadigan urush bilan dengizda chiqadigan urush o'xshamaydi. Quruqlikda urush chiqishining 3 xil ehtimoli bor. Birisi bir taraf yana birisiga hujum qilish niyatiga kelib, bir narsani bahona qilib hujum qilishi. Bunun en tipik misali Germaniyaning, Avstriyaning Serbiyaga besib kirish Birinchi dunyo urushi.
Şahzade Ferdinand Serbiyada öldürülgəndən keyin şunu bahane qilib besib kirdi. Yani bir misali Rusya'na Ukrayna'ya besip kirişi. İşte bir taraf kalığında udullu besip kirdi. İkinci xil quruqlıqda uruş çıkışının ikinci xil ihtimali iki tarafның askerleri çığırıda nəhayət çoğun military build up deydi. Armiya toplap nəhayət jiq nərsi jığıvağa vaxtıda bir çıqqan bir etişiş, çatışma deydi Türkçe'de. Bir etişiş çıkıp iki tarafның nemesinde gerçi devletler tehi ucum buyruğunu beğenmegen bolsunmu ayada etiş çıkıp bu etişini kontrol kılanmay kalsa uruş çıktı. Mesela Hindistan bilen Xitayning chegarasida kichik to'qinishlar, etishlar yoki mushishlar bo'ldi, ama kontrol qilib oldi. Kontrol qilinmay qolsa, u yerga bekchiq askar yig'ib, shu bir to'qinish pishib yetilayotgan bo'lsa, ashada urush chiqish ehtimoli bo'ldi. Bu ikkinchi xil. Uchinchi xil ehtimollik yana shu chegaraga liqqil askarni yig'ib olib, ikki taraf o'sha turgan vaqtida uchinchi bir davlatning u yerda urushga so'rab kirishi. Mundaq ehtimollik bo'ladi. Buna hemen yili deniz misalda pek yaxşı misaldan birini verme. Endi deniz uruş çıkkan vaxtıda 3 xil sebepten çıkmaydı. Yani 3 xil senaryo çıkmaydı. Denizden çıkıdığın uruş 2 xildan oldu. Yani denizde birincisi bir devlet yani bir devletke hücum kılış, niyeti bile hücum kılış. İkincisi üçüncü bir devletinin iki taraf tanışıp durduğu vaxtıda üçüncü devletinin o yerde ot qoyruqluq kılış arkalık uruş çıkıdı. Ama denizde herkes mi iki taraf yakın kelip bir-birisinden to'qinishib kelip onun kendi u yerda urush patlab ketadigan ish asosiyatdan bo'lmaydi. Yani niyetsiz bo'lmaydi. Çünkü normal miltiqqa zambirakka o'xshamaydigan yeri paraxodlarning bir tal boshqariladigan bomba etish uchun Amerikada mesela Harpoon bomba boshqarilgan bombasini etish uchun 11 knopka besilish kerak ekan. Bunun aldı bilen 8 besiladi ki andaki 2 knopka besib turib bir oshkushni burab turib şu üçünü ten qağa vaxtida etildiganda şuna tasaddubilikdan bir narsa etilib urush denizde urush chiqmaydi. Denizde chiqadigan urush ikki xillam. Bir taraf birisiga hücum qilish kerak yoki bo'lmasa üçüncü bir davlat ot qo'yruqlik qilish kerak. Üçüncü davlat ot qo'yruqlik qilib urush chiqargach qachon bo'lgan desanglar, balkim buni odamlar bilmaydi. Uyg'urlar emas, g'arbliklarning nurg'uni bilmaydi. Amerikaga denizde urush chiqarish uchun Amerika'nın bir urushga so'rab kirish uchun hücum qilgan bir davlat var. Bu davlatning ismi İsrailiya. Şu Arab İsrailiya urushida 67-yil bo'lsa kerak, xato esim qilmasa. Misr bilan İsrailiya şu Misrga urush hücum qiladigan bo'lib, Amerikaning şu Aq dengizda Misrning qiyinlarida nima istihbarat to'playotgan bir istihbarat paraxodi, uning ismi USS Liberty. Tuyuqsuzla aeroplanlarning hujumiga uchraydi. Ve bunu neç saatlab bombardıman qiladi. Aldı bilen elektronluq urush nemesi bilen bütün radar signalini kesip etip onun radyo signallarını. Onun kendi bununla hücum qiladi. Ama bir backup deydi, bir ciddi ahvalda işletildiğin bir signal buzub etilmegeçke yoki to'sib etilmegeçke elektronik nima bilen urush vasitasi bilen bu signal evet dedi Amerika'nın en yakın aviamatkısıga. Evet kendi deydi ki biz hücum uçurduk, yardım gerek degende Amerika'da aeroplanlar uçurdu nimeden aviamatkada yardımga. Ama Allah yolunu yerime kelgende ikinci telegramma keldi, bizga hücum qilayotganlar İsrailiya, Arablar emas deb. Şunla Amerika'nın prezidenti aeroplanlarni qaytarib ekitdi. Anadaki bu paraxodning çökep ketishini tilaydi Amerika'nın prezidenti. Ama bu paraxod çökmey qoladi. Şunun bilen İsraillikler bunu çöktüremeye ketidi. Kim bu paraxodni apırıp nimede Livan'ın paytaxtı Beyrut'taki portga kelip onu yamap çaplap hiç iş bo'lmagandek Amerika'ga ekitidi. Bunu USS Liberty incident desanlar ko'rasizlar orada. Yani bu yerdeki maksat İsrail'e Amerika'nın paraxodini çöktürüp etip Mısır'a döngep koyup urushga kirmekti Amerika'da. Ama Amerika'nın paraxodi çökmeye kelip bu amalga oshmadi. Eğer çöküp ketken bolsa o vaqtida urush chiqadi. Kiretdi Amerika. Demek oldim, iki devlet bir-birisi bilan tirkishib turgan vaqtida üçüncü devlet ot qo'yruqlik qilib urush chiqaradigan ishmi bor. Endi Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida hozir urushlarning qanday chiqadiganini ko'rdik-ku. Quruqlikda 3 xil chiqadi. Denizda 2 xil chiqadi. Endi Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida chiqadigan urush
Qandaq, yani bunun səbəbi nim bo'ldi? Yani Amerika berib go'mmidi qo'yamdi. Undaq emas. Yani cık qarindoshlar, Amerikalı Xitoy o'rtasida urush chiqishi ehtimoli bor desak, xuddi Amerika berib hujum qiladi, sizlar urush qilishini kutadi ekansizlar, undaq qilmay tijoriy va kaza bijimi qilsa yaxshi bo'ladi. Unda balalarcha gap emas bu. Bu yerda chiqadigan to'qni shunday chiqadi. Chiqish ehtimoli bor yani. Xitoy kuchlansa-mu Tayvanga hujum qiladi. Tayvanni elish kerak. Tayvanni olmay turib Xitoy okeanga ichilanmaydi. Yana bir ehtimollar Xitoy cho'ksa-mu. Cho'kkan vaqtda mesela Xitoyda bir uningga bunaqa ssenariyga kelmay, texnik tafsiliy to'xtalmay, Xitoy cho'kishining oldida yana bir narsa qila oladi. Nima ish qila oladi? Sirtdan bir dushman yaratib, Tayvan bizning vatan tuprog'imiz, uni qaytarib olamiz deb bir harbiy harakat qo'zg'ab qolsa, Xitoyda shakllangan Kompartiyamizning iqtisodimizni nachar qildi, Xi Jinping eskitdi degan narsa tuyuqsizlik Kompartiyani qo'llaydigan vatanparvarlikka yoki millatchilikka o'zgarib ketalaydi. Chunki xalq biz osh qasaqmi vatanimizning tuproqini qo'g'daymiz degan yerga keltirilaydi propaganda orqali. Mesela Türkiye'de bunu nayet iliq ko'rishlar hozir. Xalq osh qasımı ama Erdoğan'dan qildigan ishi sirtdan dushmanlar tepbese xalq uni qo'llayverdi yani osh qasımı. Shuning uchun Xitoy o'ziga shakllanayotgan o'z xalqining nafratini va qarshiligini o'zini qo'llaydigan bir narsaga bir kuchga aylantirman desa, Tayvanga hujum qilsalar bu narsani qo'lga keltira oladi asallar. Shuning uchun Amerika bilan Xitoy o'rtasida chiqadigan to'qinish Amerika Xitoyga hujum qilamdi emas. Bu to'qinish Xitoy qachon Tayvanga harakat qiladi va bu harakat qilganda Amerika aralashamdi. Biz ikkisining o'rtasida chiqadigan urush degan vaqtimizda biz buni deyapmiz. Endi kelaylik, yani urush ehtimoli bu. Yo'q emas. 2012-yilda biz xalqaro munosabatlar fakultetidagilar, o'quvchilar va o'qituvchilar, professorlar ya ma'lumlar Xitoy bilan, yani bundan 11 yil burun Xitoy bilan Amerika o'rtasida to'qinish desak, butun boshqa fakultetdagilar kulatdi. Abi tijorat bo'libmi, biznes qilganlar bak kulatdi. O bizden en çok savdo sherigimiz bo'lsa, yani bijimi bo'lsa deb. O vaqtda biz yalnız qolardik. Ama bugün Avstraliya armiyasiga, havo armiyasi, dengiz armiyasi, quruqlik armiyasi hozir xizmat iltimos qilsangiz 24 soatdan ichida oladi sizni. Hozir odam topolmay avara, urushga tayyorlikda. Shuning uchun bu 3-xil ehtimollik. Ham 4-xil ehtimollik Xitoyning cho'kishi. Abay deganimdek, Xitoy cho'kkan vaqtida hujum qilish ehtimoli bor. Ammo qilmish uchun hujum qilishga ulgurmay, Tayvanga hujum qilishga ulgurmay, Xitoy shu iqtisodiy, siyosiy, har jihatdagi besimlar bilan Xitoy cho'kish uchun. U vaqtida qanday bo'ldi? Qanday ehtimolliklar? Bu yerda 4 xil ehtimollik bor. Xitoyning cho'kishida birinchisi, yani Amerika'nın qanday tutum tutadiğini bu 4 xil ehtimollikqa bevosita ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi, Amerika'nın qarab turishi. Ya Xitoy cho'kkan vaqtida Amerika aralashmay qarab tursa, Xitoy nim bo'lmaydi, qanchalik cho'ksa mayli, ya qanchalik parchalansa, yoki Kompartiya qanchalik ziyon tasi nim bo'lmaydi deb qarab turish ehtimoli bor. Ikkinchi xil ehtimollik Amerika'nın Xitoyning yiqilishini tezlatib, qattiq tushirishga ega. Yani Amerika qattiq yiqitish Xitoyni. Cho'kyapti bu, biz ustidan bir izaylik, texnik qattiq tushsin, tez parchalansın, qattiq tushsin deyish ehtimoli. Bu ehtimol nihoyat tuvan. Chunki Amerikaning globalistlar, shu tijorat qiladigan shirkatlar Xitoyning unda qattiq tushishini xohlamaydi. Ular Xitoyni olib qilish tarafdori. Tamam, buni hozir mushunchakda ila ochma. Ondan 3-chi xil ehtimollar Amerika'nın Xitoyni qutqizib olishi. To'xtab bu parchalanmasin. Buni qutqizib olayli deb qutqizib olganmi shu? Masalan, Çin sulalisi yiqilib endi parchalanay deb turgan vaqtida Sovetlar Quangpo harbiy maktubini qurib, Ruslar Xitoyni tutib qoldi. Bumuz paramparcha bo'lishga mangan. Nurg'un yordamlarni qildi. Shunga o'xshash boshda urush bo'lib, masalan, Germaniya bilan urush bo'lib, urushni yengib bo'lgandan keyin Sovetlarga qarshi Germanga yordam berib, Amerika uni tutib olgan oxirsida yana texnik yerga chaplashib ketishining oldini olgan.
Şuna Xitayni qutquzib olish ehtimoli uchun. Buni o'ylashgan vaqtimizda Allohga shukr, Amerika Afg'oniston bilan Iroqda u qadar petib qoldiki, u qadar iqtisodiy ziyon tortdiki, Xitoyni qutqizgudek pul yo'q. Bizning ta'limimiz bu. Ya'ni Xitoy cho'ksa, agar Amerika qutqizmaydi desami, o 18-20 trilyonlik iqtisodning cho'kishini qutqazgudek pul yo'q Amerikaning. Bu bizning ta'limimiz. Endi 4-xil ehtimollik Xitoy cho'ksa Amerikaning bo'lgan tutumi Xitoyni yumshoq tushishga, ya'ni Xitoyni biroq tutib olmasimi, qutqizib olmasimi, yerga yumshoq tushishi uchun qo'lini sunish. Amaliyotda bugun ham Amerikaning manga yo'li mushu. Xitoy cho'ksa Xitoyni yumshoq tushirish yerga. Ama bu bizning foydamizga ish emas. Shuning uchun enidi pul verib avtonomiya deydi, danglar deydi, bu Amerikaning oldi mustaqillik desa xapuldika deydi. U mustaqillik degani Sharq Turkistonliklarning mustaqillik degani Xitoy yerga qattiq tushganda mumkin bo'lgan narsa. Ama bugungi Amerika, bizning munofiqlar qurultayga pul berayotganlar Xitoyning yerga qattiq tushishini xohlaydiganlar emas. Ular Xitoyning yumshoq tushishini xohlaydi. Ya'ni Xitoyda rejim o'zgarishli bo'ldi. Shuning uchun bu yerda, bu nuqtada Xitoyning cho'kish ehtimolida bu senariyoda hamda Sharq Turkistonliklar bilan bugungi bizning shafaatchimiz bo'lgan Amerikaning, ya'ni sol tarafdagi Amerikaning manfaatlari bir yerdan chiqmaydi. Tamam? Buni hozir mushunchilikday. Endi Sharq Turkistonliklarning tanlashi va manfaati. Sharq Turkistonliklarning mustaqil bo'lish ehtimoli yuqorqi 4 senariyoda, ya'ni Amerika Xitoyni birinchi o'ringa o'tkazib o'tib, o'z ikkinchi o'ringa tushsa, Uyg'urlar tugidi. Sharq Turkistonliklar tugidi. Allohu akbar, biz asta Fatiha'mizda o'qib tayyor olsak bo'ladi. Ammo uni ehtimoli tuvan, Allohga shukr. İkincisi Amerika'nın İran'a ya bir yerga petib kelish ehtimolimi Uyg'urlar tugaydi vaqtida Sharq Turkistonliklar. Chunki bu raqobat Xitoy asan yengib oladi Amerikani. Onun ihtimali hozir tuvanlashdi. Uningdan bu Allohga shukr. Endi qolgan ikki xil ehtimol. Xitoy bilan Amerika o'rtasida to'qinish chiqsimi Sharq Turkistonliklarga fursat. Xitoyning cho'kishi boshlansimi Sharq Turkistonliklarga fursat. Ama Xitoyning cho'kishi boshlangan vaqtida Amerikaning qanday tutum tutishi, Xitoyni qutqizishga urinishi, hozir uningga pul yo'q, Allohga shukr. Iroqda Saddamga qaysigan pulidan Alloh razı olsun Amerikadan Xitoyni qutqizgan puli qolmadi. İkincisi Xitoyni qattiq tushirish. Bu biz uchun foyda, biz uchun mustaqillik fursati mana shu. Agar Amerikaliklarning niyati Xitoyda yumshoq chiqtish, yumshoq tekkizish yerga. Bu yerda bütün bo'layotganmish avtonomiya deysa, nimishqa indigenous bo'lsa, bütün ko'rinishda oldiga chiqib qolgan masalalarning sababi, ya'ni biz bu munofiqlar qurultayining aktivist raisi bilan gaplashayotmaymiz. Uni shu avtonomiya deysa, manda deysa deb pul berayotgan sol Amerikani analiz qilyapman hozir. Endi qarindoshlar, birincisi bütün Amerika bu Amerikalar emas. Başka Amerikalar var Amerikada. Sharqiy Turkistonning, ya'ni Xitoyning qattiq tushishidanmi bek meyuslanmaydigan Amerika var. Xitoyning qattiq tushishiga tayyorlik qilish uchun Sharqiy Turkiston surgundagi hukumatini qurg'izgan Amerika var. Ama o Amerika bizning odamlar, yani surgundagi hukumatlar yo bu qattiq tushishga tayyorlik degan narsa u qadar nobud qilindiki bizning soldagi munofiqlar tarafidan. O Amerikalarni amalsiz qoldi bizning nimamizni davomlashtirishga. Uningdagi yana bir narsa Xitoyning qattiq va yumshoq tushishiga ko'ngil bo'layotgan boshqa davlatlar. Bu yerdan o'zinglar gapimning meg'zini o'zinglar chiqaringlar. Ya'ni Xitoyning bu yerda, ya'ni 3 yildan beri nima deyapmiz? Ulus davlatlari manfaat uchun harakat qiladi. Bizmi manfaatimiz uchun harakat qilishni o'rganishimiz kerak. Sharqiy Turkistonning manfaati Xitoyning cho'kish ssenariyosidagi yerga qattiq tushish ehtimoli bilan mumkin bo'ladi.
Şərq Türkistanın müstəqilliyi. Undaqda bizdə 1 gram aql olsa, bizdə 1 gram siyasi mensubiyyət olsa Şərq Türkistan'a ait, o vaxtda biz təbii halda şunu oylayımız. Qaysı dövlətlər yoki qaysı qruplar Xitayning qattiq tushishini xohlaydi? Qaysi dövlətlər yoki qaysi qruplar Xitayning yumshoq tushishini xohlaydi? Məngülük dost yo'q, məngülük düşman yo'q, məngülük mənfəət. Ortaq mənfəətlər üçün hərəkət qilish kerak. Bu yerda yana bir misol beray. O'tganda do'ppiliq suyumlik doiraning siyosiy mansubiyati to'g'risida so'zlagan vaqtimda bir narsa unutib qoldim. Tarixda biz amaliyotda darsni bo'lgan. Tarixda misollarni berib bo'lgan bizga tarix. Ammo biz tarixdan dars chiqargan millat emas. Uni mening vazifam bo'lmasa-mu, yana men chiqarib beray uni. Tarixda rahbarlarning 2 tane misoli var. Birincisi do'ppiliq suyumlik doyi bilan suyumlik do'ppiliq doyi bilan Moskvaning munosabati. Bu munosabat bo'ynidagi zanjirni tutgan xo'jasi bilan so'ngaklar yetilib manqan tarbiyalangan so'ngakchining munosabati edi. Ammo yana bir munosabat botdi. Muhammad ibn Buğra bilan Yaponiyaning munosabati. Muhammad ibn Buğra bilan Yaponiyaning munosabati nimati? Yaponiya Manjuriyadan kirib Janubiy Mongoliya bilan Sharq Turkistonda 3 tane mustaqil davlat chiqarib, Sovet kommunistlari bilan Xitoyning o'rtasiga bir ko'rik, ikkisini kesadigan bir tam zamoqchidi. Bu Sharq Turkistonning mustaqilligi bilan parallel keladigan o'rtaq manfaatlar bir-birisi bilan uchrashadigan bir munosabatdir. Shuning uchun Muhammad ibn Buğra bilan Yaponiyaning aloqalari qaranglar. Muhammad ibn bilan Yaponiyaning munosabati o'rtaq manfaat uchun hamkorlashish munosabati edi. Ammo suyumlik do'ppiliq doining bo'lsa, xo'jasiga xizmat qilish munosabati edi. Shunga bugun bu yana o'xshash tarixdagi xatoliklar o'zini takrorlaydi. Ba'zilarda tarix o'zini takrorlaydi, undaq emas. Asli gapning aslisi tarixdagi xatolik takrorlanadi. Bugun bu yana o'xshash holda biz o'xshash sharoitga o'xshash keldik. Alloh bu millatni o kadar yaxshi ko'rdi ekanki, bizning butun tarixdagi xatoliklarımızga, tarixdagi butun munofiqlarga bizdan chiqqan. Rağmen Allah yana bizga o'tgan 70 yilda 4 qitim fursat beribdi. Bu da 5. qitim fursat kelyapti oldimizda. Allah bizni yaxshi ko'rdi ekan. Endi bu qitimki fursatda tarixdan dars chiqaradigan bo'lsak, shu nuqtaga qaraymiz. Munosabatimiz devletler yoki boshqa gruplar bilan suyumlik do'ppiliq doining Moskva bilan bo'lgan munosabati bo'lishi kerakmi? Yoki Muhammad ibn Buğra'ning Yaponiya bilan bo'lgan munosabati bo'lishi kerakmi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, qaysi davlatlar yoki qaysi gruplar Xitoyning qattiq tushishini xohlaydi? Qaysi davlat va qaysi gruplar Xitoyning yumshoq tushishini xohlaydi? Biz qaysisining tarafida turishimiz kerak? Qaysi bilan hamkorlashishimiz kerak? Endi qarindoshlar, mening gapim asosan bu yerda tugadi. Sharq Turkistonliklarga kelayotgan fursat yuqorida deyilgan ssenariyalarda, ya'ni ssenariyalarni o'tirib qo'ygan nazariy asosga asoslanib turib deyilgan gap. O fursat keladi. Ammo fursat tutishning birinchi qadami fursatning nimaligini bilish. Bir tayyorlikdanmi burun qildigan ish fursatning kelayotganini bilish, fursat ekanligini bilish. Ya'ni siz o kelayotgan fursat ekanligini bilmay, uni nimaligini bilmay o'tasangiz, zaten o fursat kelib o'tib ketaverdi. Siz o fursatni kelib o'tib ketavergandimi bilmay o'tiraversiz. Ya'ni beshida deganimdek, nimani bilmaydiganligini bilmaydigan odamlar yetaklayotgan bir to'p bizning jamiyat, chet ellik muhojirat. Bexatarlik. Shuning uchun qarindoshlar, bugungi narsam biroz ba'zi yerlar ochiq, ba'zi yerlar yipoq bo'ldi, ammo shundaqdimi? Inshaalloh bir uyg'onishning bir yoqimiz bu narsalarning hammani ko'rib turgan, ko'rgan, tushungan va jasoratini alamayotgan yoshlarga bir qo'ng'iroq bo'lsin. Qarindoshlar, bu fursat, bu kessa bu millat bu planetning ustida qolmasligi mumkin. Mumkin emas.
iniq diyemeyme, lekin iniq yıqarıq. Şunun üçün, əmdi, bu fürsətini tutuş üçün ciddi tayyorlik qilish kerak degandim bu. Bu tayyorlikning nimaligi, tayyorlik degan qanday bo'ladi deyishdan burun pochpurat elip bäçe bizimçe Gongpaylı'nın ulus degen nima o demo bununla biz karşı Türkistan nima imperiyası degandek seviyesiz ve qarqosaqlarning vaqt israf qilishi bilan bir qancha yil o'tib ketdi. Bu jarayonda yani ular vaqtimizni israf qildi demidim. Aşularning aşu aqmas gaplaridan qo'rqqan akademiklar. Biz Sharq Turkiston tarixini qo'rqmay o'tirgan atanmagan akademiklarning qo'rqanchoqlari. Kelinglar va millatni yetaklashga 8-9 adam kerak. Kelinglar desak ashaga kelanmagan yuraksizlarning qo'rqanchoqlari bilan katta vaqtimiz. Elam ketishmaymiz. Shuning uchun mening shaxsiy hisobimda 2027-yilgacha qotqi tushish kerak Sharq Turkistonliklar. Bunda quruq aqmas yig'inni biz nimani hech bir rasmga tushaversak, buda qitimliq, ya'ni Xitoyning cho'kish jarayoni unda yumshoq, unda qonsiz bo'lmaydi qarindoshlar. Bunda bir cho'ng davlat yiqilgan vaqtida u yer texi biz ko'migan og'zim elishni xolmayman. Ko'migan darajada sallarda xalqimiz yo'qolib ketadi. Va shu yiqilish jarayonida. Shuning uchun bu yerga intervyu qila olishimiz kerak. Ya'ni shu vaqtga kelgan vaqtida biz shu yerga qadilib kira olishimiz kerak, shuni tavsiya olishimiz kerak. Qutqizalgan xalq qoladi. Qutqizolmagan xalq shu. Shuning uchun endi men ayrim so'zlagan vaqtida bu gaplarni jiqinglar dedim. Xalqni yetaklay olamiz. Bunda qila olamiz. Desem nurg'un sebep, asaslık sebep ensirdinglar, qo'rqdinglar, yani bir nima qildinglar, ish qilib har xil sababni qildinglar. Men shuning uchun hamma deydigan gapni sizlarga deb bo'ldim. Hozir yillar o'tdi, mening deganimni chiqyapti, shu vaqtida deganingiz chiqdi. Hatto Trumpning hukumatdan tushishdan burun, balkim bir hafta yoki bir qancha kun burun bu erkiy qirg'inchilik deb qo'yib chiqib ketdi deb deganman. Şunu mu bana digentinler işte digentiniz rast çıktı dedim. Digellerimiz çıkıvatıdı, değişik öttünler ve düşünüvatisler demiş olavatkınla qarindoshlar. Benim nim demekçi oğlumda yıllarına yağı. Hem de sizlerdeki neyse bir yerge kilip 7-8 azimet yaş akademikler, ziyaliler. Biz bu milletini yitekleyimiz bana biz desenler, menezdanlar. Eğer bunda demesenler, ben hazır timeline berip koyayım. 2027'deki vaktimiz var. Yani 2027'de başlaydıgan emas cuma işini tügütüdügan. 2027'de tayyorlikning hammani tügütüp oluşku vaktimiz var. Onundan keyin beşimizde taşqa ursak ulgurmaymiz. Şuna mening en oxirsiga men komment chiqarib qo'ydim, balkim chiqib bo'ldi, ama ustiga chiqadigan nimaga. Amerikadagi iqtisodshunos Kyle Bassning Şikayının aldıda Hudson Institute'da sözlegen nutqini çıkarıp koydum. Yani ispatları bilen, tədqiqat neticeleri bilen, ötken 5 yıldan beri Xitayning qanday qilib urushga tayyorlik qilayotganligi to'g'risida sözlegen leksiyasini çıkarıp koydum. Şuna unutmayli. 4 senariyoning ikkisi bizga fursat. Xitoy va Amerika o'rtasida to'qinish chiqsa bu bizga fursat. Xitoy cho'kish senariysi kirsa bu bizga fursat. Endi qag'ini yani Allah sebep qilganga berdi. Sebep qilmaganga bermaydi qarindoshlar. Şuna şu videoni inglizcha bildigan qarindoshlar Kyle Bassning videosini bir ko'rib beqanlar. Xitoy o'tgan 5 yilning yog'i qanday urushga tayyorlik qilyapti va bir narsalarni his qilishinglarga foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Mening gapim shu. Tugidi qarindoshlar, hammanglar Allohga omonat, keyingi qitim ko'rishgacha omon bo'linglar. Ammo 7-8 azmat chiqib biz tayyor olduk Musabay demesenler bu bundak video sözlegenler mi, bu yere çıkanlar mı, yakınım kalanlar mı faydası olmayı. Özümüz gözümüz sözlep ki halkının kırılıp tüyügen ne bildi körümüz şu başka şu. Şunu için emmanlar Allah'a emanet qarindoshlar. Esselamu aleyküm.